O'zim ham bu yoqqa reklama qilgan keluvdim-da. Sal ikkilanib turibman. Bari kirib tekshirib ko'rsak-a. Kiramiz. Shu beton. Beton. Katolan bor ekan ham ishning, gaz ham bor ekan. Qalin yaxshi ekan. Wow! Manzarani qaranglar. Aeroport. Bolalar maydonchasi, maktab, bog'cha, parkovka, voy, hamma sharoitlar bor ekan. Endi bir narxini ko'raylikchi. So'raymiz. Menga bir narxlarni aytingchi. Narxlarimiz 11 600 dan boshlanadi 1 kvadrat metr uchun. Agar xohlasangiz, taqsim proyekti orqali 25% dan 30% gacha boshlang'ich to'lov to'lagan holatda 5 yildan 10 yilgacha bo'lib olishga olsangiz bo'ladi. Bitta pasport bilan. Albatta. O'z to'g'risini aytsam-chi, ismingiz nima edi? Elnora. Men o'zi bu yoqqa tavrab reklama qilgani keldim-da. Men yo'qotdi lekin. Bitta o'g'limga olib boraymikan. Bizning uylar hammaga yoqadi. Yo'q, o'tay. Menga tavrabli uylar yoqdi. O'zimizdan qumar edi ekan aeroport yonida. O'zimga 2 xonali oldim. Agar sizlarga ma'qul kelsa, kelib ko'rib olinglar. Kam bo'lmaysizlar.